Men hayron qolamanda o'zimiznikilarga nimaga aytaymi? Mana qaranglar, kimdir qiynalib, pul yig'ib, bir xalqimga ham foydam tegsin, o'zimdan bir yaxshi narsa qoldiray deb harakat qiladi-da. Tadbirkormi, u kim bo'lsa ham, dehqonmi, narsa ekadi, bozorga olib chiqadi yoki o'sha sotadi yoki savdogar chetdan narsa olib kelib bizni shahrimizga ham shu narsa kirib kelsin birinchi bo'lib deydi, harakat qiladi. Tadbirkor bir narsa ochay, xalqimga foydam tegsin, mayli orqasidan o'zim foydalanay deydi-da. Misol sex ochadi, konditerskiy ochadi yoki bir kiyim-kechak ochadi. Kim nima ochgan taqdirda ham o'shani biznikilar qo'llab-quvvatlamaymiz-da. Shu anonlikka o'xshamabdi, chet ellikka o'xshamabdi, manonga o'xshamabdi deb aybini qidiramiz. U yangi ochgan bo'lsa, yillar davomida shakllanadi. Biz sabr qilib qo'llashimiz kerak o'zimiznikilar, toki chetdan olib kelamiz.